Mino va Arafat ziyoratchilarni kutib olishga tayyor. Bugun kechqurun 15 ming o'zbekistonlik ziyoratchilar Makka-i Mukarramadagi mehmonxonalardan haj ibodatining asosiy amallarini bajarish uchun Mino vodiysiga yo'l oladilar. Aytish joizki, bugungi kungacha O'zbekiston ishchi guruhi vakillari tomonidan ziyoratchilarimiz ulug' ibodatni bekamu ko'z ado etishlari uchun Mino, Arafat va Muzdalifa vodiylarida barcha shart-sharoitlar to'liq tayyor holatga keltirilgan. Ayni maqsadda ishchi guruhi va shifokorlarning ma'lum a'zolari mazkur muborak vodiylarda bir muddat oldin borib, ziyoratchilarimizni kutib olishga shay bo'lib turibdilar. Xususan bu yil O'zbekiston tomonining talabiga muvofiq Arafat hududidagi chodirlar yopiq tarzda barpo etildi. Ularning atrofi issiq o'tkazmaydigan panellar bilan o'ralgan, sovutish tizimi o'rnatilgan, gilam va to'shaklar solingan. Bu hozirgi yoz kunlarida ziyoratchilarga qo'shimcha qulaylik yaratadi. Shuningdek, barcha sharoitlarga ega tibbiyot markazlari, 3 mahal issiq ovqat va 24 soat davomida choy va salqin ichimliklar bilan ta'minlash yo'lga qo'yiladi. Arafatda esa hojilarga maxsus to'shak va soyabonlar tarqatish rejalashtirilgan. Ayni paytgacha soha rahbarlari tomonidan ishchi guruhi a'zolari, ellikboshilar va shifokorlar jamoasiga haj jarayonlarini namunali boshqarish, belgilangan tartiblarga rioya etish va shar'iy masalalar haqida batafsil tushuntirildi.